Assalomu alaykum Pasifik Kalxozobodi hamvatanon aziz. Imroz mo dar nohiyai do'stlik qaror dorim. Jamoati Gardi Gulmurod Dehay Labi Daryo Bardam aziz. Yak modar mo 66 sola bude است. درشون امروز خیسکا هستن، گل، تورت و دیگر چیزا هم هستن. اینا کبابطلو. میرم مادر را تبریک کردم. می مردم ویدیو تاخچه تماشا کنیم. مرحمت رفتیم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Mardam faqatmisiz? Salomatligingiz yaxshimi? Charchamay yuribsizmi? 66 yoshingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu barcha ahli oilalaringizdan tabriklaymiz. Qalbingizda nimaki yaxshi niyat bo'lsa, niyatlaringizni tilab shu musofirda yurgan barcha farzandlaringizni nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana jannatim onam degan gullarni qabul qilib olasiz. Mana gullarni qabul qilib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bunisi esa mana tortimiz. Ajoyib tortimiz. Dunyomiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qalbingizda nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, niyatlaringizga yetinglar. Hayotimiz shunday torta shirin bo'lsin. Shu tortani qabul qilib olasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Tavo yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hop, bunisi esa mana bu tavomizga, mana kabatullohimiz ichida joy namoz, Qur'on kitob, tasbih, obi zamzallarimiz bor. Shu musofirda yurgan barcha farzandlaringizni nomidan tabriklaymiz. Mana bismillahirrohmanirrohim ichini ochib ko'rsatamiz. Mana Qur'on kitoblari bor, tasbihlar, obi zamzallar, shularni qabul qilib olasiz. Ularda ham ishlarga rivoj bersin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sizga ham umringiz uzoq bo'lsin. Shu xolamizdan qo'sha qarib pir bo'linglar, salomat bo'ling. Va shu kabatullohimizni qabul qilib olasiz degan umiddaman. Salomat bo'linglar. Bitta qalsak bo'lsa, onajon, tabriklaymiz. Endi onajon bu yoqqa davraga chiqamiz, bolalar bilan o'ynaymiz. Qani kelinglar.
olsun onajon, umringiz uzun qilsin Tangri taolo, hoji ona bo'lgaysiz inshaalloh.
insonda shu. Meni yoshimda bersin. Alloh taolo sizlarga umringizni uzoq qilsin. Bolalarimda ham Parvardigor ishi omadli. Allohjon boshlarini toshdan qiltaydan shamol etsin. Sog' salomat har qaysi o'z joyiga kelib ega bo'lib Parvardigor bizlarni yoshimizda yashab yursin. Amin. Alloh aytganingiz Xudo xolasa yana kelgan ushbu kunda hammamiz shu haj safaridan kelishingizni hammamiz shunday kutib olishimizni nasib qilsin. Inshaalloh. Xudo xolasa shu xursandchilikni kutib olaylik inshaalloh makaslar. Ha, kelamiz. Hamma kasar kelamiz. 1 2 3 tabriklaymiz. Ura! Tabriklaymiz! Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo Allohdan yalvarta tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu ahli oilalaringiz nomidan barcha musofir yurtdagi farzandlaringiz, jiyanlar, nabiralarni kim musofirda bo'lsa hammasini nomidan tabriklaymiz. O'shalardan ham ishiga rivoj bersin, bir duo qiling. Bizni ishimizga ham rivoj bersin, duo qiling. Biz sog' salomat qaytamiz endi. Ilohim amin. İşlerinden elleri bozana hemesha xalqda mana shunday qilib o'ynab kulib to'ylarda olib yuringlar bizga Amin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Nimaki qalbingizda niyatlar bo'lsa, niyatlaringizga yetib yuringlar. Sog' bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr, sog' bo'linglar. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi.